Qo'qondan Toshkentga samolyotda borish qulaymi yoki komfort mashinada va qaysi biri arzonga tushadi? Kelinglar shuni birgalikda tekshirib ko'ramiz. Samolyotda borish uchun bir kunni belgilab, kamida bir kun oldin bilet olinadi. Mashinada borish uchun esa G'oz kompaniyasidan turgan joyingizga o'zingizga qulay bo'lgan mashinani zakaz qilasiz. Biz bo'lsa ko'rib turganlaringdek komfort mashina chaqirdik. Samolyotda ketishni plyus tomonlari: samolyotda uchishni o'ziga yarasha boshqacha vibe bor, o'zingizni boshqacha his qilasiz. Toshkentga 1 soat atrofida yetib borasiz va ishingiz ancha tezroq bitadi. Mashinada ketishni plyus taraflari bo'lsa, reys kutmaysiz, xohlagan paytingiz zakaz qilishingiz mumkin va sizni uyingizdan olib, siz boradigan joygacha olib borib qo'yishadi. Xohlagan qo'shig'ingizni qo'yib, G'oz kompaniyasining komfort mashinasini orqasida 2 kishi bemalol ketishingiz mumkin. Samolyotda ketishni minus tomonlari: sizni uyingizga emas, aeroportga tashlaydi, keyin yana taksi qidirishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Mashinada ketishni minus tomonlari: samolyotga qaraganda ozroq ko'p vaqt oladi, bu 4 soat atrofida. Va qish kunlarida mashinada yurish biroz xavfli bo'lishi mumkin. Endi hamma kutgan narxlarga keladigan bo'lsak, samolyotda ketish bir kishiga 520 ming so'mga, mashinada ketish bo'lsa 200 ming so'mga tushdi. Siz qaysi birida ketgan bo'lardingiz? Agar javobingiz mashina bo'lsa, sizga G'oz kompaniyasini taklif qilamiz. Chunki turgan joyingizga o'zingizga ma'qul bo'lgan mashinani Telegram bot orqali buyurtma berishingiz mumkin. Narxlari ham juda hamyonbop. Agar siz pochta berib yuboradigan bo'lsangiz, pochtalar narxi 50 ming so'mdan boshlanadi. Bundan tashqari siz Qo'qonli bala promokodidan foydalansangiz, birinchi safaringiz uchun 30 ming so'm chegirma ham qilib berishadi. Endi siz ham safarga chiqqaningizda mashina qidirib boshingizni ortmaysiz. Profilim ustida silkanib bosing va bot orqali hoziroq taksi buyurtma berishingiz mumkin.